1970-yilda Kobulni kim olgan? Men olganim yo'q. Men o'g'ri emasman. O'ylagan men olganim yo'q. Voy, o'qimagan. Ha, men sendan Kobulni kim olgan deb so'rayapman. Men sizlarga ham to'g'ri tushuntiryapman. Qobilda o'ylagan men olganim yo'q. Balki ustozim ana Farmon apellis olgan bo'lishi mumkin. Ustoz, ovora bo'lib o'tirmang. Bular olgan narsasini qaytarib bermaydi. O'zi ham, ustozi ham. Alo. Nima? Qanaqa tug'ilgan kun? Azaliy odam. Avval ko'kni yech, oq kiydi marosimi bo'lsin, bir oshposh damlab yeylik. Keyin boraverasan qancha tug'ilgan kun, to'y bo'lsa. Bitta gapni ko'paytirma. Ha, aytgancha, ani oynani bekitib qo'yilgan adyolni olmaylar. Bir oy bor hali. Hay.